Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Sizlar bilan Husanov oilasi YouTube kanali. Qadrli muxlis, videomiz boshlanishidan oldin videomizga bir dona like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Liverpool sanobdan o'ta olmagan yulduzni sotadi. Niderlandiyalik mashhur hujumchi Cody Gakpo joriy mavsum yakunlangandan keyin Liverpool klubini tark etishi kutilmoqda. Jurnalist Wilson Cox ma'lumotiga ko'ra, klub 26 yoshli o'yinchini yozda sotish variantini ko'rib chiqmoqda. Joriy chempionatda chempionlik unvonini saqlab qola olmagan Merseysaydliklar kelasi mavsum oldida tarkibini jiddiy tarzda qayta ko'rib chiqadi va katta o'zgarishlarni amalga oshirishni rejalashtirib qo'ygan. Manbaning ta'kidlashicha, Gakpo klubni birinchilardan bo'lib tark etadigan nomzodlar ro'yxatiga kiritildi. Cody Gakpo aslida Niderlandiyaning eng qudratli klublaridan hisoblangan PSVda tarbiyalangan va professional faoliyatini aynan shu jamoada boshlagan. Liverpool qanot hujumchisi 2023-yilning yanvar oyida 42 million yevro evaziga o'z safiga qo'shib oldi va u bilan 2030-yilning 30-iyunigacha davom etadigan shartnoma imzoladi. Yaqinda Angliya Premyer Ligasi doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Usanov Manchester City tarkibida niderlandiyalik hujumchiga qarshi o'ynab, unga gol urish imkonini bermadi. Abduqodir o'yinda aynan Gakpo bilan kurash chog'ida yuzdan zarba oldi. Bu vaziyatda to'pga chiqqan darvozabon Januji Donnarumaning tizzasi Usanovning yuziga tegdi. O'zbek futbolchisining o'z salomatligini xatarga qo'yib bo'lsa-da, Liverpool hujumchilariga gol urish imkonini bermagani Manchester City muxlislarining Abduqodirga bo'lgan mehrini jo'shqinlantirib yubordi. Usanovning bayonotiga ko'ra, uning City'dagi kelajagi qanday bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz, hurmatli muxlis? Bu haqida o'zingiz fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Usanovning kelajagi City'da qanday bo'ladi? Videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, videomizga bir dona like bosing va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan Husanov oilasi YouTube kanali bo'ldi.